Assalomu alaykum. İşte boshlab oldik, xudo xolasa. Kia Sonet avtomobilimizga 90 talik balon bilan qo'yib beryapmiz. Kia Sonet avtomobilimizga 90 talik balon bilan qo'yib beryapmiz. Kia Sonet avtomobilimizga 90 talik balon bilan beryapmiz. Oldi komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, oldi komplektatsiyasi o'sha ko'rsatganimizdek 18 ga 4 valjet ADAX reduktor bilan Farsunka Arial qo'yib beryapmiz. Buni tushiryapmiz, qo'yyapmiz yana qo'yyapmiz. Keyingi avtomobilimiz Cobalt bo'lib, Cobaltga ham Staggofa 200 original bilan ADAX reduktor hamda Real Farsunka bilan qo'yilyapti. Kranliklarimiz yuqori balon bilan qo'yib berdik, Farg'onada ishlab chiqarilgan. Keyingi Cobalt uni navbatni tutib, xudo xolasa bunga ham shu original zapchastlar bilan 3,5 milliondan 4,5 milliongacha qo'yib beryapmiz. Zapchastiga qarab. Farsunka Real qo'yilibdi mana. Lekin vali ham joy qolmas ekan. ADAX bilan. Qirq sakkizga 4 valjet. Bagajda vali ham joy qolmas. To'g'ri. Ha, bo'ladimi yerga? Bozor bosharlik qo'yishingiz. Yani zapaskani uyga tashlaymiz, o'sha o'rniga solamiz.